Xorazm azaldan so'lim tabiati, madaniyati, tarixiy obidalari bilan nom qozongan diyordir. Uning alohida jihatlarini yanada sayqallagan tomoni ham borki, u ham bo'lsa Xonqa sanatoriysidir. Xorazm viloyatining Xonqa tuman Qirqiyob qishlog'i Obod mahallasida joylashgan. Xonqa sanatoriysining yangi binosi 200 o'ringa mo'ljallangan bo'lib, 2024-yilning 24-avgust sanasida foydalanishga topshirildi. Sanatoriy zamonaviy tibbiy uskunalar bilan jihozlangan bo'lib, asab, yurak-qon tomir, ginekologiya, tayanch harakat a'zolari kasalliklarini davolashga ixtisoslashgan. Namunali xizmat, davo muolajalarining yuqori natijalari bugun sihatgohning dovrug'ini dunyoga tanitdi. Haqiqatdan ham Xonqa sanatoriysi insonlarning baxtli va sog'lom hayot kechirishlari, salomatliklarini doimo mustahkamlab borishlari uchun mo'ljallangan manzildir. Keling, siz ham dam oling, hayotdan zavqlaning, go'zal va sog'lom kelajak sari biz bilan birga olg'a qadam tashlang.